chet eldagi Uyg'urlarga baho berishdagi betaraflama qarash. Tövendeki bu sözüm bir neçə yılın aldıda oylagan sözümken, paketga asasen bu qarashim özgürüş mümkün, ama şu vaqtdagi göz qarashimni ortaqlaşqım keldi. Chet eldagi Uyg'urlarning bugungi ahvoliga qarab, butkul umumiy Uyg'urlarga baho berish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Nima uchun? Chunki chet elda sosyal mediadagi Uyg'urlar, ya'ni biz ko'rayotgan Uyg'urlar vatandagi Uyg'urlarga vakillik qilmaydi. Ya'ni Uyg'urlarning hammasi oq yoki ko'k deb baho berish uchun cho'qim vatandagi Uyg'urlarni, chet eldagi Uyg'urlarni o'rtaq bir yerga akilib turib, shuning asosini hukm chiqarish kerak. Vaholanki biz unda qilolmaymiz. Biz hozir o'zimizning bu bahoyimizni chet eldagi Uyg'urlarga asosan da'vatimiz. Shuning uchun chet eldagi Uyg'urlar vatandagi Uyg'urlarga vakillik qilolmaydi. Bu qarash, ya'ni chet eldagi Uyg'urlarga asosan butkul umumiy Uyg'urlarga baho berish xato. Ikkinchi, navbatda biz ko'rayotgan Uyg'urlar chet eldagi Uyg'urlarning ichidagi to'g'riga chiqayotgan yoki aktiv bo'layotganlarga vakillik qiladi. Barliq Uyg'urlar emas. Chet eldagi Uyg'urlarning soni nihoyat ko'p, xarakteri, tarkibi nihoyat murakkab va rangarang. Biz faqat ularning orasida o'ttirg'i chiqqan va yoki o'zining ko'z qarashlarini, harakatlarini jamoatchilik sungan yoki internetda aktiv bo'layotganlarni ko'ryapmiz. Undaq emaslarni ko'mayapmiz. Shuning uchun aktiv bo'lganlarga qarab, aktiv emaslarga baho berishning o'zi yana to'g'ri bo'lmaydi. Yani vakillik qilish xarakteri bo'lmaydi. Uchinchidan, biz navbatda ko'rayotgan, baho berishda asoslanayotgan Uyg'ur jamoati keyingi yillarda vatanni markaz qilib, vatandan ayrılgan, keyingi yillarda vatandan ayrılgan va sosyal medialarda muhojirat aktiv bo'layotgan yoki o'zini ko'rsatayotgan Uyg'urlar. Vaholanki bu Uyg'urlar O'rta Osiyodagi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondagi Uyg'urlar va O'rta Sharqdagi Uyg'urlar, ya'ni Arab Birlashma Xalifligi, Saudiya Arabiston, Turkiya qatorliq joylardagi uzun muddat ko'na bo'lgan Uyg'urlarga vakillik qilinmaydi. Bu uchinchi nuqta. To'rtinchidan, insonning xarakteri bo'yicha shavqin surallik, insonlarningki aybini ochadigan fikrlarga diqqati ko'p tortiladi, valanki ijobiy narsalardan mahrum qoladi. Chunki uning qiziqish pasib narsalardek ko'p bo'lmaydi. Bu yuzni olgan chog'da chet eldagi bizga ma'lum bo'layotgan narsalar Uyg'urlarning pasib ishlari ko'proq ma'lum bo'lib, ijobiy ishlari toza ko'p ma'lum bo'lmaydi. Bunda cho'qim axborotchilarningki mas'uliyati bor. Jamoatning arboblarining mas'uliyati bor. Agar ular o'zining ichidagi yaxshi, ijobiy voqea hodisalarni ko'plab so'zlab bergan bo'lsa, umumiy Uyg'urlarningki ichidagi ijobiy aktiv narsalar orqali taxmin ko'p kuch qo'zg'ash tamoman mumkin. Shuning asosida aytamizki, bizning umumiy Uyg'urlarga baho berish salohiyatimiz bo'lmaydi. Hech qanday Uyg'ur, butkul umumiy Uyg'urlar yoki undaq yoki mundaq deb baho berolmaydi. Bu ham ilmiy emas, ham amaliy emas. Eng aqallisi, har qanday bu so'zni degan kishi o'zi oldi bilan ma'lum bir turkumga tava bo'ladi. Har qanday bir shaxs ma'lum bir jamiyatning ma'lum bir qatlamiga yoki yuqori qatlam iqtisodiy yoki siyosiy yoki ijtimoiy yoki diniy yoki ma'rif qatorliq saviyasi orqali farqlanib bir jamiyat, bir klassga, ya'ni bir sinfga, bir bo'lakka vakillik qildi, umumiylik vakillik qilolmaydi. Bu nuqta olgan chog'da u odamningki fikri nihoyat uzun muddat tashkil bo'lgan sonliq ma'lumotlarga tayanmay turib degan bu so'zi vakillik qilish xarakteriga ega emas. Shuning uchun umumiy Uyg'urlarningki yaxshi taraflarini kuzatishga ehtimollik ham bor degan gap.